Turbinasi yo'q motor, lekin turbina bor motordan anchagina tejamkor bo'lgan traktor haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, videoni oxirigacha davom eting. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, YouTube kuzatuvchilarimiz, bizni qadrdon akalarimiz, do'stlar, bugun orqamda turgan Yutoni NLX 904 modeli hamda Belarusda 892.2 traktorini batafsil obzorini ko'rib o'tamiz. Ko'tarish qobiliyatlari, bundan tashqari o'zini umumiy og'irliklarini ham video davomida kuzatib o'tamiz. Albatta bu video sizga yoqadi degan umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, like bosing, kommentariya qoldiring va bu videoni do'stlaringizga ulashib qo'ying. Albatta sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Narxni aytamiz degan gaplar yo'q bizda. Video davomida hammasini birdan batafsil tushuntirib o'tamiz. Hozir birinchi 892.2 traktorimizdan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, o'sha mashhur bo'lgan 892.2 traktorimiz turbinali, naq 90 ta ot kuchi bor. Bu traktorimiz orqa naviskasi ham oldingi eski 892larga qaraganda yangilanib, transmissiyalari ham o'zgarib kelgan. Turbina motorimiz kelib ko'rishi mumkin akalarimiz. Konditsionerlari bor, bundan tashqari magnitofonlari ham bor. Bu tarafda albatta filtr qismlari, yana kompressorlari ham bor. Oldida ko'rishingiz mumkin, zavodskoy toshlari bo'lmaydi bu traktorimizda. Yangilangan traktorimiz 2025-yil dekabr oyida kirib kelgan. Ishlab chiqarilgan yili 2025-yil dekabr oyida kirib kelgan. Yanvarda 20larida kirgan. Deyarli bir hafta bo'ldi. Bir hafta ham bo'lgan yo'q bu traktorimiz tamoyishdan chiqqaniga. Tamoyishimiz ham bizda o'zimizda ko'rishingiz mumkin. Mana aka chexskiy nasoslarda kelgan, Yevro chexskiy nasoslarda kelgan. Ko'pchilik akalarimiz so'raydi, chexskiy nasosda 892.2 traktorimiz o'shanaqangi nasosda kelgan. Apparat qismlari biladi akalarimiz. Oddiy apparat. Bu ko'rishingiz mumkin, oldi ham radiatori antifriz hisoblanadi. Traktorimizning balonlari ham belshina baloni. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi narxi 385 million so'm. Bu ko'rib turgan traktoringizni atiga boshlang'ich 25% bilan bir kun ichida xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'g'ri eshitdingiz, 25% bilan lizing asosida chiqarib beramiz. To'lovingizni ham oyma-oyga emas, kvartalniy qilib 6 oyga bir qilib chiqarib beramiz. Belshina balonlar taqilgan, orqa balonlari ham 18, orqa balonlari ham 18 ga 4, R34 balonlar bilan bu 82birlardan anchagina katta bo'ladi. Orqa naviskasiga kelsak, orqa naviskasi o'sha silindri ham bittalik. Ko'pchilik akalarimiz so'raydi, orqa o'zi bosadigan traktor kerak deb. Xuddi o'shanaqangi traktor 892 hisoblanadi. 892 dan tepasilarida o'zini-o'zi bosmaydi. Sababi ulari endi sinxron korobkali bo'lib chiqib ketgan. O'shaning uchun baklari ham ikkita plastmas baklardan qo'yilgan. Sababi bizda salarkalarimiz standartga ko'p ham javob beravermaydi. Ichida tagida qolgandan keyin korroziyaga uchrash holatlarini oldiga olish maqsadida o'sha plastmasali baklar qo'yilgan. Elektrochas, gidravlika qismlari doimgi aytganimizdek zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Vomlari ham 540 ga 1000 оборотda ishlaydi. Hozir salon qismini bitta batafsil obzorini qilamiz. Sidinalari ham yangilangan, pilotli sidinalarda kelgan. Bu traktorimizda yuk ko'tarish qobiliyati ham 1,5 tonnagacha bemalol agregatlarni ola oladi, ishlata oladi, ko'tarib yubora oladi. Bundan tashqari traktorimiz общий o'zini og'irligi 3 tonna 700 kilogramm atrofida chiqadi. O'zini umumiy og'irligi 3 tonna 700 kilogramm atrofida. Hozir bitta salon qismini ovozlarini bir eshittirib ko'ramiz. Do'stlar, ko'rdingiz, salon qismini ham, ovozlarini ham eshitdingiz. Bu Belarus traktorimiz. Ko'plab akalarimiz biladi bu Belarus traktorini. Mana yangi traktorimiz bir hafta deyarli bir hafta ham bo'lmadi hali chiqqaniga tamoyishdan. Yangi masla hidi bilan turibdi-da bu traktorlarimiz. Albatta traktor borizga kelib xarid qiladigan vaqti hozir. Aytganimizdek, narxi
o'sha 385 million so'm 892.2 traktorimiz. Xohlasa xuddi shu traktorimizni baloni katta degan akalarimizga buni balonlarini qatorroshiga bemalol moslashadigan 892 ni o'zi ham bor. Albatta traktor boringizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Keyingi traktor ana mana tushib qolibdi-ku. Farqi yo'q. Yo'qdan bor qilamiz, bordan yo'q qilamiz endi. Davay. Ketdimi? Endi zamonaviy Yevro standartlarga bemalol javob beradigan Yutoni, Xitoy davlatining Yuto zavodida ishlab chiqarilgan NLX 904 modelini hozir bir tanishib chiqamiz. Bu traktorimiz naq 90 ta ot kuchi kapot tagida mujassam bo'lgan. Yana plus buni motorida 5 ot kuchini ham qo'shimcha bergan. Xitoy davlatiga borganda injenerlarimiz ko'rib, bu traktorimizni ishlab chiqarish jarayonlarini zavodlari bilan tanishib chiqqanda o'sha yerda mutaxassislar o'sha chiqishini aytgan. Traktorimiz ko'rishingiz mumkin. 90 ot kuchi oldida gruz toshlari bilan hozlangan, motori ham o'sha Xitoyda Yuto zavodini o'zini motori. Sababi bilasizlar, Yuto juda katta, nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda ham eng katta zavodlardan biri hisoblanadi. Eksport jihatdan juda rivojlanib ketdi. Deyarli o'sha Rossiya davlatini Belarus oldin birinchi o'rinda sotilgan bo'lsa, hozir 2025-yil, 2024-yil statistikasiga qarasangiz, Yuto birinchi o'ringa chiqib oldi o'zi. Filtrlarni ham ko'rib o'tamiz. Filtrlari ham o'sha maslinli filtrlar qo'yilgan. Tepaga gruz stillari chiqarilgan. 4 portion hisoblanadi bu traktorimiz. Apparat qismlari ham oddiy farsunka apparat. Salarka tanlamaydi. Aytib o'tganimizdek, qancha yaxshi salarka, filtrlarni yaxshida qo'yib yursangiz, shuncha o'zingizga yaxshi. Balonlari advanced radial balonlardan qo'yilgan. Yumshoqligiga ham o'ta yumshoq hisoblanadi. O'zbekiston sharoitiga bemalol tushadi. Sababi glavniy injenerlarimiz, Habibullo akalarimiz borib, aynan o'sha balonlardan zakaz berib kelgan, O'zbekiston sharoitiga moslab, fermer akalarimizni o'sha ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda xuddi shunaqangi qo'yilgan. Bu traktorimiz Yevro standartlarga bemalol javob bera oladi. Stage 3 programmalarda traktorimiz baklari ham ko'rishingiz mumkin. Salon qismiga alohida to'xtalamiz. Orqa balonlari ham o'sha anchagina shiroki balonlar qo'yilgan. 18.4 o'sha aytganimizdek 892.2 traktorimizga qo'yilgan balonlardan faqat advanced radial balonlar hisoblanadi. Orqa naviskasi ikkitalik silindrli orqa naviskasiga o'tamiz. Balonlarda hattoki balonda ham 50 kilodan gruz toshlari bor bu traktor. Orqa naviska ikkitalik silindrli gidravlika chas, elektrochas, gidravlika qismlari buni o'sha orqani bemalol ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha mexanizatorsiz bitta mexanizatorni o'zi bemalol ko'tarib tushira oladi. Sababi bu uskunamiz ko'plab fermerlarimiz kechqurun bo'lishiga qaramasdan ishlaydi. O'shanda yolg'iz qolganda juda qo'l keladi. Vomlari 540 ga 1000 оборотda ishlaydi. Zamonaviy texnikalarga, zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Bundan tashqari buni zeb qopida yana anchagina narsasi bor. Kulishlari deysizmi, smaska qiladigan uskunalari deysizmi, yana filtrlari qo'shib beriladi. Buni Yuto olgan akalarimiz o'zlari albatta kommentariyaga yozib ketsin. Kommentariyada nima olganligi to'g'risida. Orqa naviskasi 2 tonna, 2,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni ham bemalol ko'tariladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini ham joyida aytib o'tamiz. Narxi hozirgi kunda 904 modelimiz 360 million so'm. Traktor boringizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Soni cheklangan, albatta ulgurib qoling. Bu traktorimizda ham xuddi o'shanaqangi 25% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Orqa naviskasini aytdik, necha o'rinda ko'tarilishini. Hozir buni bir salon qismida bir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Saloni o'ta go'zal deydi. Bu pol avtomat ham dedi-da ko'pchilik akalarimiz. Sababi revers bor bunda. Oldiga orqaga skorni almashtirmasdan turib, bitta reversda o'sha skorda haydab ketaverasiz yana ham. Buni hozir bitta ko'ramiz unda Ulug'bek. Bu traktorimizga o'zi chiqishingiz bilan emotsiya vashi bomba. Traktorimiz ko'rishingiz mumkin.
motor qismlari, salon qismlari, orqa naviskalarini hammasini ko'rdingiz. Batafsil yana ham ma'lumot kerak bo'lsa, albatta test drive ko'raman degan akalarga ham, Traktor Boruzga, Zangata showroomimizga, bundan tashqari filiallarimizga ham bemalol tashrif buyursin. Borib, ko'rib, haydab bemalol keyin xarid qiladilar. Albatta batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Har bir izohingiz biz uchun muhim. Traktor Boruz vaqt sinovidan o'tgan sifat. Bu videomiz traktor xarid qilaman deb yurgan, qanaqa traktor olaman deb ikkilanib yurgan akalarimiz uchun yoqgan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, albatta yurakchani qizartirib qo'ying, do'stlaringizga ulashib qo'ying va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Traktor Boruz vaqt sinovidan o'tgan sifat.